O'qishlarga topganinglar bilan tabriklayman. Olgan bilimlaringlar xayrli bo'lsin, ko'pchilikga manfaatli bo'lsin. Kimga qo'lingizga tegsa o'sha shifo topib, xursand bo'lib, o'zi xohlagandan ham zo'r natijalarga erishib ketsin. Har doim duolanib, rahmatlanib, tegida qolib, ikki dunyo aziz bo'lib yurish, martabali ulug' bo'lib yurish hammangizga nasib qilsin. Shu 1,5 oy davomida juda ham bir-birimizga yaqin bo'lib ketdik. Endi o'rganganda odam ketish kerak bo'lib qoladi. Iloji boricha sizlarga eng zo'r nima deydi, sandig'imizdagi eng zo'r narsalarni o'rgatishga harakat qildik chin dildan. Hammasini qo'llab, zo'r natijalar qilib, praktikovat qilib tashab qo'ymaysizlar degan umiddaman. Chunki bu har bir kungi dars yaxshigina odamni sog'lom bo'lishida, shifo berishida zo'r xizmat qila oladigan haqiqiy zo'r texnikalarni tanlab, saralab sizlarga o'rgatdik. Tashab qo'ymaysizlar, hammasini foydalanasizlar degan umiddaman. O'zi darslar davomida ham zo'r natijalar qilib, ko'pchiliginglar hayron qoldirib, ancha qo'lingizga kelib qolib, daromadga kirganlarimiz ham уже juda ham ko'p. Biz daromadga chiqib, natijalar qilayotganlar ko'p. Inshaalloh bundanda nima deydi, ham barokatli bo'lsin, ham manfaatli bo'lsin, ham juda ham ko'plab insonlarga shifoli bo'lsin. Hayotdagi o'rninglar yanada yuqori darajaga ko'tarilishiga xizmat qilsin. Hammanglarni yaxshi ko'raman. Endi sekin diplomlaringlarni berishni boshlaymiz. Rozi bo'linglar, sarflagan vaqtinglarga, bergan pulinglarga, hammasiga rozi bo'linglar. Men ham roziman bergan ilmlarimga. Inshaalloh zo'r qilib foydalanib, natijalarni zo'r qilsanglar, men kundan kunga xursand qilaverasizlar. Menga eng katta sovg'a bu sizlarning natijanglar, minnatdor bo'lib, xursand bo'lganinglar, shu yerdan olgan bilimlardan erishgan qanaqadir darajanglar bo'lsa, menga o'sha eng zo'r nima deydi, ustoz uchun o'sha eng zo'r sovg'a-da. Hay, mana mashmanda o'qigan edi bir paytlarda faxrlanib yurish, bu eng zo'r tuyg'u hisoblanadi ustoz uchun. Omadinglarni bersin.